Shou-biznes olamidan shoshilinch tezkor xabar. Taniqli xonanda Sevinch Mo'minova 44 yoshda. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimiz sahifasiga xush kelibsiz. O'zbek hamda jahon shou-biznes olamidagi eng tezkor va qaynoq yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. YouTube platformasida eng ko'p qidiriladigan o'zbek xonandasi deya ta'riflanadigan Sevinch Mo'minova bu yil 44 yoshni qarshiladi. Nafaqat xonandalikda, aktrisalikda ham omadi kulgan ijodkorning muxlislari nafaqat O'zbekistonda, balki butun Markaziy Osiyoda bor. Shu munosabat bilan uning san'at ichida o'tgan bolaligi, omadsiz turmushi va ijodiy faoliyatiga nazar solamiz. Yovvoyi qiz bo'lganman. Xonandaning otasi Tolib Mo'minov harbiy xizmatni Ozarbayjonda o'tagan. U Ozarbayjonga borganda Mahbura ismli qiz bilan tanishib qolib, u bilan oila qurgan. Ularning muhabbati sabab Shahlo, Sevinch va Kamron ismli farzandlar dunyoga kelgan. Bolaligim juda go'zal o'tgan. Tabiatan yovvoyi qiz bo'lganman. Odamlar bilan tez til topishib ketolmasdim. Dadamning qo'llarini ushlab, ortiga yashirinib turardim. Hozir ham shu odatlarim saqlanib qolgan. San'atkor bo'lishimni mendan ham ko'proq dadam istagan, deydi xonanda Sevinch Mo'minova. 15 yoshimda klipda suratga tushganman. Xonandaning san'atga kirib kelishi juda qiziq kechgan. Aslida uning bu sohani tanlashiga hech kim shubha qilmasdi. Boisi otasi san'atkor bo'lgan va bu Oxunjon Madaliyevning ustozi hisoblanadi. San'atkor bo'lishimda dadamning hissasi juda katta, chunki u inson sabab bolalikdan san'atga mehr qo'yganman. Ustozim, maslahatchim, hatto targ'ibotchim ham dadam bo'ladi. Rahmatli Oxunjon Madaliyev dadamni juda hurmat qilardi. Seni bugun ko'rmasam bo'lmas klipi suratga olinganidan keyin dadam operatordan mening qizimga ham klip olib bering deb iltimos qilgan. Ilgari kliplar tabiat qo'ynida oddiy suratga olinardi. Bir nechta kadrlarni olishgandan keyin birinchi klipim olindi deb rosa xursand bo'lganman. Bir oydan keyin o'zimni Oxunjon Madaliyevni Seni bugun ko'rmasam bo'lmas klipida ko'rib rosa xursand bo'lganman. O'shanda bor yo'g'i 15 yoshda edim, deydi xonanda. Sahnada tinch turolmasdim. Ilk so'zi bilan bog'liq xotiralar hech qachon unutilmaydi. Sevinch Mo'minova ham ilk bor katta sahnaga chiqqan kunini yaxshi eslaydi. 16 yoshimda Oxunjon Madaliyevning yakkaxon konsert dasturida ishtirok etganman. Juda hayajonli bo'lgan. Raqs tushni yaxshi ko'rganim uchun sahnada tinch turolmasdim. Bu harakatlarim ko'plab tanqidlarga uchragan bo'lsa-da, odamlar shu jihatim bilan meni yaxshi ko'rishadi deb o'ylayman. Ammo hozir avvalgidek raqsga tusha olmayman. Ilgari sahna chetida turib bo'lsa-da raqsga tushaverardim. Hozir qizim uchun o'zimni asrashim kerak deyman. Balki bu yoshimning ulg'aygani bilan ham bog'liqdir, deydi xonanda. Jamila G'ofurova Sevinchning o'rnida bo'lishni istagan. Xonanda Sevinch Mo'minova xonandalik faoliyatini boshlamasidan oldin 2002-yilda kino rejissyori Qamara Kamolovaning Dilxiroj filmida suratga tushgan. Aktrisa Jamila G'ofurova Sevinchga raqobatchi bo'lgani va bu rolni ijro etishgani haqida so'zlab bergan. 16 yoshimda Dilxiroj deb nomlangan filmda Alisher Hamroyev, Sevinch Mo'minovalar bilan birga suratga tushganman. O'shanda to'lachaligim uchun bosh rolga olishmagan. Dilxiroj filmida kasting ham bo'lmagan. Siz qaysi rolga keldingiz deyishganida men bosh rolga keldim, bosh rolni o'ynayman deganman. O'shanda rejissyor Jamila, agar bosh rolni o'ynamoqchi bo'lsangiz, ozishingizga to'g'ri keladi. Siz ozgina to'lachasiz degan edi. Haqiqatdan ham to'lacha qiz edim. Bosh rolga ham men to'g'ri kelmas edim. Biroq kim o'zini men to'laman, bosh rolga ham to'g'ri kelmayman deb aytadi, deydi aktrisa Jamila G'ofurova. Filmni suratga olish jarayonlari naq 40 kun Surxondaryo viloyatida bo'lib o'tgan. Ota-onasidan hech qachon ayro yashamagan Sevinch suratga olish maydonchasida ham ular bo'lishini istagan. Sevinch Mo'minovaning qiyofadoshi. Xonanda Sevinch Mo'minovaning o'ziga o'xshash Shahlo ismli opasi bor. Opa-singillarning orasida 1 yosh farq bor. Instagram kuzatuvchilari xonandaning qizil Leylani Shahlo xolasiga o'xshatishadi.
Shahlo opam bilan deyarli tengdoshdek ulg'ayganmiz. Tashqi ko'rinishimiz o'xshash bo'lgani uchun ilgari bizni egizak deb o'ylashardi. Shahlo Angliyada tahsil olgan, tarjimon va iqtisodchilik mutaxassisliklarini egallagan. Hozirda farzandlari tarbiyasi bilan band, deydi xonanda Sevinch Mo'minova. Sevinch YouTube'dan qancha daromad oladi? Xonanda internet qirolichasi deya ta'riflanishi bejiz emas, chunki u qidiruvlar tizimida eng ko'p izlanadigan o'zbek xonandalaridan biri hisoblanadi. Bundan tashqari Ne bo'ldi qo'shig'i 38 million marta tomosha qilingan. Mazkur qo'shiq Baxt uchun million filmiga saundtrek sifatida ijro etilgan. Aslida u plagiat qo'shiq bo'lib, Sevinchdan avval uni hind, turk va grek xonandalari ham ijro etishgan. Qo'shiq matni esa shoira Gulbahor Mo'minova qalamiga mansub. YouTube'dan topadigan daromadimiz u qadar yuqori emas, oyiga $1000 pul keladi, deydi xonandaning otasi Tolib Mo'minov. Darz ketgan munosabatlar. Sharof Muqimov bilan Sevinchning turmushi. 2010-yildagi yulduzlar juftligining to'yi katta shov-shuvlarga sabab bo'lgandi. Hatto Sharof Muqimov va Sevinch Mo'minovaning nikoh oqshomining video disklari sotuvga ham chiqarilgandi. Sharof avvalgi intervyularida bo'laveradi deb o'ylanmaslik kerak ekan debdi. U emas, aslida men mayli bo'laveradi deb turmushga chiqqandim-ku. To'yni to'xtatmoqchi bo'lganim esidan chiqib qolibdimi? Unashtirilgandik. To'yimiz aniq edi, lekin bir kunda bir marta xabar olib qo'ng'iroq qilmasdi. Men bilan qiziqmasdi. Sevmasligini, mehri yo'qligini o'sha vaqtdan sezardim. Chaqirib to'yni to'xtatmoqchiligimni aytganimda ham menga emas, senga har xil gaplar keladi degandi. Farqi yo'q dedim. Endi baxtimni topganimda meni tashlab ketma deb yig'ladi. Sodda bo'lib o'sha ko'z yoshlariga ishonibman. Lekin bari soxta ekan, deydi xonanda. Bir oylik kelinchakligimda qattiq do'pposlagan. Sevinch yangi kelinlik paytida Sharof uni qattiq kaltaklagani haqida ham gapirdi. Qaynonam boshida meni yoqtirardi. Yaxshiyam Vodiydan kelin qilgan ekanmiz. Qo'l-oyog'i chaqqon, shirin so'z ekan deb onamga qo'ng'iroq qilib rahmat ham aytgan. Bilmayman qanday qilib meni yomon ko'rib qoldi. Oilada qanday gap so'z bo'lsa ham umuman gap qaytarmaganman, chunki onam meni shunday tarbiyalagan. Bir marta gap qaytarganman, unda ham bu uydan ket, yo'qol deb haydaganida yo'q, ketmayman, erim ket desa ketaman deganman. Shunda ham erim degan so'zim yo'qmagan, juda qattiq gap eshitganman. Bir oylik kelinchak paytimda Sharof qattiq do'pposlagan. Uyga kelayotganida qo'ng'iroq qilganim uchun yonida do'sti bo'lgan, kelyapsizmi deganimni eshitgan va xotiningni hozirdan qattiq ushla, esini kirgizib qo'y, sendan qo'rqib tursin deb maslahat bergan. Yarim kechasi uyga kelib do'pposlagan, urmagan joyi qolmagan. Dodivoy ovozini eshitib uydagilardan hech kim chiqmagan. Xo'rligim kelib, narsalarimni yig'ishtirib ketaman deganimda yana kechirim so'rab olib qolgan, deya eslaydi Sevinch Mo'minova bergan intervyusida.